Bormi qadi? Tak. Navlar aytamiz shunda. Assalomu alaykum, hurmatli Havas Taksi 1264 obunachilari. Sirazi aytib o'tikaman, neden tomosha qilib turibsiz? Kommentariyada yozib o'tasiz. Men balki bilmay yurgan tomoshabinlarim bordir. Elotdan tomosha qiladiganlar bor. Keyin Xorazmning turli tuman yerlaridan meni tomosha qilib kuzatib yurganlar bor. Shular yozib ketasizlar. Bugun sizlar bilan qaysi temani gaplashib olamiz? Havas Taksi 1264 ne desam bo'ladi? Havas Taksi 1264 mash yetmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun haydovchilarni ishga taklif qilamiz. Balki ishsiz yotgan haydovchilar bo'ladigan bo'lsa, shu yerga ofisga kelsa, hamma maslahatlarni berib, litsenziya olish tartibi, masalan, pensiyangizga staj yozilish tartiblarini hammasini tushuntiradigan yo'llarini qilib o'tamiz. Hozir realniy video chiqsin deb videoni uzilmaydi, montaj qilinmaydi, to'g'ri bosiladi ish xudo xolasa. Gelingina ko'rsatib o'taman. Tak. Ina bu Hazarasht shaharchaning ichi ina qizarib yotdi, mashinalar yetmay turibdi. Ina man tarafda o'zimizni kerak elatib bo'ladigan bo'lsa, bu ochiqlab ko'rsataman sizga. Pitnakda hammada mashinalarimiz yetarli. Xudo xolasa ina qizarib turgan yer, mashina yetmay turgan yer bo'ladi shu. Hava, iman tarafda ina kerak, Ovshar, Muhammadlar mashina yetmay turibdi. Pitnakdan ham ina ancha rivojlanib qoldik mashinalarimiz. Bor, Oxim Boboyev, Sayapir, bemalol telefon qilaverasizlar. Endi mashin nelarga yetmay turibdi? Bizlara Atov Oboddan yetmay turibdi, Atalikdan yetmay turibdi, Beshtadan yetmay turibdi, keyin Sho'rko'l taraf, Atalik Ayak, Pichoqchi idora taraf 12 Narvon, Kommuna, shon taraflardan mashinalar yetmay turibdi. Xudo xolasa ofisga kelsangizlar, ofis adresini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Endi ofisga chiqishga e'tibor bermaysizlar, sababi sal yana bellarda naklinka yopishtirdik. Bu qildik, naklinkasini ham kelsangizlar noyabr oyinacha, ya'ni oktyabr oyi oxirinacha naklinkani yopishtirib berish ham besplatniy bo'lib turibdi. Keling. Tak topishgan yeyib, sen operator yeyib topishgan, men bunda chiqaveraman. Ofisi adresini birinchi tushuntirib o'tadigan bo'lsam sizlarga. Keling. Yine bir tane Özbegim kafesi en meşhur bo'lgan joy. Bizda hozir Özbegim kafesining dushunda. Ina bu yo'l o'tgan sentrdan Ko'naradom yana kirib kelasiz-ku. Sentrdan Ko'naradom yana kirib kelasiz. Pini kafe, ya'ni avvalgi pochtayna, endi pochtayna. Yana bir pochta. Bu tarafdan kirib kelaverish. Yana bir Beeline, Ucell ofislari bor. Yana bir Baxtiyor ata to'yxonasi avvalgi. Şunu bir tarafında 1264 ofisi bo'ladi. Kelasiz, mashinangizni qo'yasiz ishida, hurmatli haydovchilar, ishga kelsangiz tushuntiradi. Hozir realniy guring qilzab qo'yib ko'ramiz endi Shuhrat ham ne qiladigan bo'lsa. Ma'lumotlarni qo'shimcha aytib o'taveraman. Kelsangiz, shunda yana Shuhrat ham, Husniddin o'tirib turlar shu yerda. Husniddin yo'q vaqtida Shuhrat ham bo'ladi, Shuhrat ham yo'q vaqtida Husniddin bo'ladi. Hozir bular zanit ekan, javob berib turibdi. Avon tarafda qizlarimiz bor. Biza ishlar ham zarurimiz. Ya'ni operator ayol qizlara yosh chegarasi 20 yoshdan 35 yoshgacha. Simenlar nechik bo'ladi? Simenlar 7 dan 7 gacha simenimiz bor. Keyin 12'den yani ebetteki 12'den geçki 11'e simellerimiz var. Aylık maaşını xudo xolasa qo'limdan ish kelishidan qarab netib boramiz. Gaplashamiz uni xudo xolasa. Haydovchilarga keladigan bo'lsak, kelasiz, ishda konsultatsiyani olasiz. Uylanish uchun kerak bo'ladi texpasport pravoingiz kerak bo'ladi. Soliq.uz prilojeniyasi, ya'ni ilovasi telefoningizda bo'lishi kerak. Shuni yuklab kelinglar. Bu yerda ish bo'lmasligi uchun. Keyin
soliq o'zida ro'yxatda o'tasiz, ya'ni 12.60 o'ta komissioner bo'lasiz. Dokumentalniy bo'ladi hamma ish. Xudo xolasa shu yerlardan ham keldik. Sababi guvohnomasini asib qo'yibmiz, havas taksini ancha-muncha yana bellarga guvohnomalar osiladi. Bir to'dan ishura sig'maydigan guvohnomalar olib ketdi. Bu taksi parki ochib, bir yana guvohnomalarni to'g'irlayincha o'zi aydin bo'ldi. Endi neda ansatish to'g'risi. Komissioner bo'lgandan keyin qo'yadi. Komissioner bo'lgandan keyin yagona datsiyaga borib litsenziya olinadi. Litsenziya adashmasam bir minimal 412 ming so'm, 412 ming so'm hozirgi vaqtda. Agarda sizning mashinangiz ishlab chiqarilganidan 1 yil bo'lmagan bo'lsa, shu yerda diqqat bilan eshitib turasizlar. O'zi shaxsiy ehtiyojingiz uchun foydalanacak bo'lsangiz, mashinada 10 yilgacha sizga texas motor kerakmaydi. O'zi shaxsiy mashinangizdan yo'lovchi tashiyacak bo'lsangiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK 5108-sonli qarorida ko'rsatib o'tilgan avtomobil transportida yo'lovchi tashish uchun yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tish shart. Bu sizning mashinangizni ishlab chiqarilganidan 10 yil bo'lsa, o'z shaxsiy ehtiyoj uchun yuraveradi. Lekin taksi qilinsa ko'proq xorishi mumkin-ku mashin. Shuni inobatga olgan holda har yilda Texas motordan o'tilgan holatda hozir hamma narsa onlayn bo'lgan. Texas motordan o'tilinsa, to'g'ri bazaga integratsiya bo'linib turibdi hozir. Ana shu narsangiz bo'lsa, ne gap ko'ngillashtirirsizlar? Aytinglar. Ne gap? Sen ne aytdirsan? Ne gap bo'ldi? Gaplaringiz o'zi aytinglar. Gapaverayku. Sen yapamadın. Biz de bu köyünde. No, çekiyorsunuz. Assalomu alaykum. O'rtoq Mustafa taksi kerak. Ben Aytib salom alaykum. geliyor tursa telefonu ber. Ha, mında tutup da kelle seni. Gelinden telefon getirip de ken. Montajı üzümüz dedik. Bilezler. İşi de gözettiklenmeler seni. Sen iyi mi bolsun? Hemme hozalığı var, hemme nesi var? Hatını xavotir alıp ne deyip de kende ben. Gap yok. Texas motorda o'tirib keldingiz. Yagona dacha olsangiz bir kunda ishingiz bitadi. Ya'ni Texas motor 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, litsenziyangiz 412 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 500 ming so'm bilan sizning 1 yillik dokumentingiz bitdi. Qarang endi 500 ming so'm davlating chiqarib qo'ygan yana qonuni mehribonligi desak ham bo'ladi. Avval litsenziya to'g'irlash uchun nechchalik dokument to'g'irlay dedik. Nechchalik. Shuning uchun prezidentimiz 2021-yilda, ya'ni may oyida sinov tariqasida shu ishni bizlarga qilib berdilar. Yine bu sınavdan o'tdi. Albatta bizlar o'ylagan holatda ajoyib bo'lib turibdi. 500 ming so'm to'laysiz, shu bilan ishingiz bitadi, 1 yil arkayinsiz yuraverasiz. Sizni ne nalog to'xtatadi, ne litsenziyachilar to'xtatadi, ne gaylar to'xtatadi. Albatta bu dokumentni to'g'irlab qo'ysangiz, 1 yil mobaynida endi 500 ming so'm o'zingiz bo'lib ko'rasiz ishida kalkulyatorda. Hech narsadan tushmaydi oyingizga. Arkan yuraverasiz. Keyin gelasiz, gelip ishlaysiz-ku, siz hech qanday nalog to'lamaysiz taksida. Hech qanday nalog to'lamaydigan bo'ldi. 100 milliongacha siz ishlab topgan daromadingizdan soliqdan ozod qilingansiz. Prezidentning qarorida. Bu nechik bo'ladi? Bizlarga kelib komissioner bo'lasiz-ku, hammasi dokumentalniy, hammasi shaffof bo'lishi uchun hozir bizlar programmalar integratsiya bo'ldi. Yani soliq bilan bizlar programmalar integratsiya bo'ldi. Sizning masalan siz 1264dan klient oladigan bo'lsangiz, neradir olib borsangiz ham siz dokumentalniy ishda yurgan bo'lasiz. Stajdan yoziladi sizga xudo xolasa. Sababi o'zingiz band class beragan vaqtida. Ya'ni taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib yuribdi degan dokumentni to'g'rilaysizlar. Endi yana masalan savollaringiz bo'lsa, shunda yozib qoldiradigan bo'lsangizlar, kommentariyada men xudo xolasa yazıp kalaman. Aha. Ava. Gel tuttular başka brend bilan. Başka brend bilan bilimmiz bu. Sizlar so'rab turibsizlar, taksi yetishmayapti, mashina yetishmayapti deb turibdilar-ku. Gel tuttular başka brend bilan ish olib bilimmiz-ku.
Doğru mu? Evet. Başka brendde iş alıp bilmez. Brendsiz gelseler, başka brendsiz gelseler bemalol işe teklif kılamiz. Lekin brend bilan teklif bilamiz, ulab bilamiz. Şunu aytib o'tjekman. Elbette. Dedi Instagram'dan görüp geldik dedi. Maşa yetişmiyorduk ekan şuna geldik. Başka brend bilan ham ulasak bo'lama deb kelib turibdilar. Yo'q. Başka taksi kompaniya Havam. neler bilan gap tutdi? Naklinka. Naklinkalar bilan kelib turibdilar. Albatta, u narsa haqiqatdan yana ishida ishchilar o'tiribdi. Bir yan tarafdan 3 ishchi, 4 ishchi, bir yan tarafdan 2 ishchi, o'zimiz qalaversa yuribmiz. Bu bizlari nima desam bo'ladi? Havas taksi 1264 ni rivojlantirish uchun harakat bo'lib turibdi. Albatta shu harakatlari hurmat qilgan holda harakatlansin deb turibdi-dan, Xudo xolasa Shuhrat akam ham. To'g'ri. Sababi 1264 narsani klientini başka taksi parkı naklinkasi bilan borsangiz klienti jahli chiqadi albatta. Sababi bizning sodiq klientlarimiz bor. 1264 ni kerak bo'lsa yurakini diqib qo'yganlar bor. O'shalarida aytib o'taman, men o'zim taksichilik qilaman, har vaqtdan bir indamay o'tiraman. Meni doniydilar, donimag'anlari, "Ey, borlaringizga shukur" dedilar. Gerek bo'lsa raddomadan olib bordingizlar dedi. Gecani ichi ishlatib turibsizlar dedi. Gap yo'q. 24 soat ishlaymiz-ku. Aşının narsaları aytib o'tchakadilar. Endi yaratsak yaratib ketilaveradi. Bize Xudo xolasa asnovni ishlaydigan shofyorlari ishga taklif qilamiz. Oylik daromadi, masalan, hozir bir yere ishga girsangiz necha so'mdan tushadi deb o'ylaysiz oyligi? Necha so'mdan? Masalan, yine azonda 7'de turdunuz, kechki 7gacha iş etdingiz. Yo gündüz günü gözünüzde quyosh tushadi, davinangiz bor yo boshqa rejingiz bor. Gündüz günü ishlatmaysiz, kechki 7dan azonki 7gacha ishlasangiz, masalan. Başka yerda necha so'm oylik tap berar deb o'ylaysiz. Agarda u ish topsangiz, Havas taksi 1264 ga kelsangiz, kafolatlangan rasxotingizdan tashqari, gazinizdan tashqari 5 milyon oylikni men sizga garantiya beraman, Xudo xolasa. Evvelalloh. Xudodan katta gapirib qo'ymang. Ishchidan odam bo'lsangiz, masalan, ishlamaydigan bo'lsangiz, u zakaz uyda, bu zakaz uyda, u nima deb gap topsangiz bo'lmaydi. Size 1264 telefonunuzga signal bilan shu zakazni aldab berdimi, masalan, aldab turgan bo'lsa, shu zakazni olib boradigan bo'lsangiz, rasxotingizdan tashqari eng minimum aytib turibman men hali. Sababi bu yerda rasxotimdan tashqari 7-8 millionga tushirgan insonlar bor. Rasxotimdan tashqari. Endi Xudo xolasa ular ham yanglab qo'yib bir intervyu qilishga harakat qilaman. Sababi ular tutish qiyin. Hozir ham Muhammonda reklama olib keldik. Husniddin necha mashin bordi? 8 mashinmi? 8 mashin. Qolgan mashinalar liniyada bir tarafda olib bo'lmaydi, iloji yo'q. Mashin yetmaydi chunki. Sababi taksi sistemasında sezonli bo'ladigan bo'lsa, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yana shu benim yanvarın 20'sinacha 5,5 oy taksi sistemasında sezon bo'ladi. Mashin yetishmovchilik bo'ladi. Anasin van tarafına yanvardan keyin Rossiyadagi yurtdoshlarimiz, musofirdagi yurtdoshlarimiz keladi, mashin ko'payadi. 800-900 mashin kerak bo'lsa liniyada turib beradilar. Ava. Ne deyimiz? Yana savollar bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirasiz. Hammasi dokumentalni, ona yana bir tushunchalik bo'ladi ekan, ona yeterli tajribaga egamiz. Shofyorlari dokumentalni etib ishlatishga yeterli tajribaga egamiz. Kelsangiz, yana shu gaplari yo boshqasini Shuhrat ham aytib beradi. Shundan chetamiz ekan, Havas taksi 1264 ofisini ko'rdik, ko'rak kelamiz ekan, gelib ulanib, Xudo xolasa 3 gün içinde lisenziyalar doğullab, naklinkalar yapıştırıp, oktyabr oyundan çıkan, oxirinadan, oktyabr oyi oxirinadan naklinkani besplatni yapıştırıp beradi ekanlar. Mesela ulan bir 50 ming so'm, 60 ming so'm mesela pul duradi dedi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Ina. Pul tashlamaga keldingizmi? Ina, agam atovdan bo'ladilar, ha? İşlab yotdilar. Buncha so'm ishladingiz, liniyadan tashqari. Hisoblamadı. Yine insaflıyımız kalkın bunu. Mümkün mü? Özünüzü danıştırıp verin. YouTube'a gidip durdu Xudo xolasa. GPS. Ne için GPS ya? GPS'inizi yak dedi. Продолжить работу. Radiyetiş. Yine açtınız zakaz bert tuttu. Yine. Açtınız zakaz bert tuttu. Tak. Üstü varlık nöl naklinkeni yapıştırıp alın.
qatib turibdi-ku bu. İnternet açtık, joylashuv bor, yes hammasi, serverga ulanish, boshqasi. Assalomu alaykum, 1267 taksi. Ha, ulandina, seminarni boshlash. Seminarni boshlash. Tak, 100 ming so'm pul topibsiz. Asl daromadingiz kompaniya to'lovlaridan tashqari 7 zakazda shunchalik pul topibsiz-sang, nechik? Oydinmi? Inabi masalan oqshomina 188 ming so'm pul topganlar. Shah brend ina zakazlar bor. Ashtan zakaz keladi. Faqat ishlash kerak. Ina bir o'rtada yotgan zakazlar bor. Atov obod ina aytganimni Atov oboddan mash 7 minut o'zingiz e'lon 5 ta oyoqdan 7 minutni. Bu oy nechasina keldik? Bu oy 13'i. 2 milyon 172 ming so'm pul topilgan. Bu sof daromad. Ya'ni endi aytib turgan narsam bor tutdina. 5 milyon, 6 milyon eng minimum daromad topsa bo'ladi. Siz o'zingiz neda ishlaysiz? Hozir ish yo'q, ish nerede? Taksidasiz? Yo'q, bozor ham qatnaysiz-ku. Faqat bunda ishlamaysiz-ku. Bozorga chiqaman. Ava, buni aytdan keyin yo o'zingiz Bo'sharoq vaqt. o'zingiz tushuntirib bering, biz hozir shuni guringlashtirib berik. Masalan, uy ishini bo'sh vaqtda tafsilot bilan shug'ullanamiz. ha, Daromad yaxshi. ajoyib, ha? Ajoyib. Bo'ladi. Tak, sentyabr oyi. Tak, qaysi oy uylanmaysiz? Sentyabr oyini o'zida uylandingiz axir. Ha, yaqinda uylandingiz. Bo'ladi. Esa kelaverasizlar, shu 2 milyon ina 2 milyon 400 ming so'm pul bo'lgan bu o'zi aslında 2 milyon 100 asl daromadni ko'rsatadi. Hava. Shu summa 2 milyon 172 ming so'm degan summa 842 kilometr yurib topganlar. 842 kilometr. Barın 1000 kilometr bo'lsin, ya'ni zakasa bardi. Masalan, zakas yaningizdan bermaydiganmi vaqtida? Deylik 175 ina 175 chaqiruv bo'lgan, 175 chaqiruv, 154 chaqiruv отказ bo'lgan. Yani shundan 175si успешный bo'lgan. Ammo zakaslarimiz 175 zakasa barın 3 kilometrdan qo'ygandan ham necha kilometr, necha zakasa bo'lgan bo'lasiz. 175 3 ga ko'paytirib bering. Bardingiz deylik. Assalomu alaykum, 1267 taksi. 175 3 ga ko'paytirib bering. Barın 150 3 ga ko'paytirsangiz 450 kilometr bo'ladi. Necha? 525. Yani hammasida 3 kilometr bormaysiz. Barın men grup hisoblab turibman. Endi ishlajak odam uchun bu yani sikasini chiqarib berdi, mazg'uva bo'ldi, bu demanglar. Men haqiqiy shofyorlar topish ilinjindaman. Shunda 842 ga 500 ni qo'shsak 1300 necha kilometr bo'ladi. To'g'rimi? 1300 kilometr ana 2 milyon 172 ming so'm pul topilgan. Realni arzima endi o'zingiz yozib ketaverasiz. Men grubi hisobladim. Endi 1000 kilometr ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha yaningizdan beradi-ku, to'g'rimi? Nalari yaningizdan bermagan zakazlarni 154 zakazı atkazatib bergansiz. Ha. Общий hisobda 300 necha zakaz berilgan. Ish qilib hisob kitob aytib ko'raverasizlar. Men shuda hozir zapisni realni chiqsinda men harakat qildim. Ishlaringizga omad. Bu Atoboddan ko'proq mashak kelasiz, xudo xolasa. Mashin o'n tarafdan 7 minut, o'n tarafdan zakaz ko'paydi. Xudo xolasa. O'ting. Ha, endi o'rganadilar. Sizlarning mehnatlaringiz shu. Sizlar naqlin yopishtirib yurganlaringiz uchun, onda bir anda 1264 ko'rinib yurgani uchun, xudo xolasa, yana nov sabablari bor. Yozib ketasizlar. Qilib, video necha minutlik bo'ldi? 18:30. Ajoyib vaqt bo'ldi. Shu o'rinda to'xtatamiz, shu o'rinda xo'shlashamiz. Keyingi videoroliklarda xudo xolasa shofyorlar ulaylarimizni chiqarib boshlaymiz. Necha so'm ishlat turganlari, shofyorlari nasib vaqtimiz boricha imkon qadar qilib beramiz. Ofisga kelsangizlar, shuningdek, ofis ishchilarga Imon tarafda qizlar. Endi qizlarning ovozi girib bo'lmasa, yo'q, hozir qizlarning girib bo'lmay sabab chaspik vaqtida avon tarafda ish qilib ichonda 5 kompyuterimiz bo'ladigan bo'lsa, shuning hozir 3si ishlab turibdi ichonda. Yan tarafdan ikkisi. To'y sezon boshlandi. Taksi hammaga kerak. 1260 ga telefon qilaverasizlar. Ishchi olib turibmiz. Yani operatorlar ham, shofyorlar ham olib turibmiz. Shu maqsadda qayta aylanib keldik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Havas taksi 1264 da görüşince. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?